2025-yil maktabgacha maktab ta'limi tizimida muvaffaqiyatli yil bo'ldi deb hisoblayman. Shu yilning o'zida 8 ta maktab, yangi maktab faoliyati yo'lga qo'yildi. Bu maktablarda o'qituvchilarni qabul qilish shaffof tizim orqali eng kuchli, eng bilimli o'qituvchilar ishga qabul qilindi va bugungi kunda bu o'qituvchilar yangi maktablarda bolajonlarga dars berib kelmoqda. 2025-yilda bitiruvchilarimizning oliy ta'limga kirish ko'rsatkichi 26.8% ni tashkil etdi. Bu o'tgan yilga nisbatan 3% yuqorilashdi. Yana bir narsani ta'kidlab o'tish kerakki, hurmatli prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan prezident maktablarining loyihasi asosida yangi baholash tizimi o'tkazildi. Oldingi yillarda 70 dan ziyod yangi baholash tizimiga o'tkazilgan bo'lsa, joriy yilda kelib 2025-yilga bu maktablar soni 200 dan oshdi. Bu degani o'sha o'quvchilarning bilimini baholash, o'z-o'zini baholash tizimi adolatli tizim yo'lga qo'yildi deganlikdan dalolat beradi va o'z navbatida o'quvchilarning bilim oshishiga ham o'z ta'sirini ko'rsatib keladi. Yana bitta ko'rsatkichni aytib o'tish lozimki, o'qituvchilarning mahorati, malakasini oshirish bo'yicha ham mana yaqinda o'qituvchilarimiz Turkiyada va Finlyandiyada o'z malakalarini oshirib qaytishdi. Bu malakalarni oshirish jarayonida o'qituvchilar keyingi faoliyatini maktablarda o'quvchilarga sifatli bilim berishda o'z tajribasini qo'llaydilar degan umiddamiz.